Assalomu alaykum obunachilar. Yana navbatdagi zakaz prinsipimiz tayyor oldi. Bugungi sanagada 2026-yil 31-mart kuni bu prinsipimizni topshiryapmiz. Bu prinsipimiz o'zimizning Xorazm viloyati Hazaras tumanining Obod qishlog'iga berdik. Bu prinsipimizning razmerini keladigan bo'lsak 1.70 ga 280 bo'ldi. Borting balandligi 60 cm, reshetkasi 60, poldan 1.20 bo'ldi. Taglari 3.5 cm qalin pollardan qilib berdik. Bu prinsipimiz yuk ko'tarishi 3 tonnadan ziyod basaveradilar. Sababi risollar juda ham baquvvat. 51lar risollari suturmaykalar, 24ning rossiyskiy suturmaykalar, 76lik Pro Torva rossiyskiy, 14lik 205 bo'sh balonlayni. Taglari 3.5 cm qalin pol. Lista ham 1.6 chisti qalin. Yine kamashara oylar bilan ustamga qilib berdik. Ibedina uzuk nomeri, bir de bilkes. Kime shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz. Murojaat qilaverasizlar. Zakaz asosida ishlab beramiz. Tayyor prinsiplarimiz ham bor. Kelasi 2 soat ichida qo'yib taxlab beramiz. Bizlar manzilimiz Xorazm viloyati Hazaras tumani Damazot yanida. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.